Assalomu alaykum akajon. Menga biladigan ish bormi? Hamma ishni qilib bilaman akajon. Qanaqa ish? Kim qo'ydi o'zini bu yoqqa? Uyingga borib nafaqangni olib yotmaysanmi? Chiq eshikdan bor, senga ish yo'q. To'xta. Nima qilganing bu? Bor, ishingni qilaver. Ha, uka. Ishlamoqchimisan? Ha aka, ishlamoqchiman. Nima ish qo'lingdan keladi? Akajon, video olib bilaman, montaj qilib bilaman, kompyuterda ishlab bilaman. Ya'ni bugateriyada ham o'rganganman. Mehribonlik uyida bizga o'rgatishgan. Yo'q, kompyuterda ishlashni ham bilasanmi? Ha, kompyuterda ham ishlab bilaman aka. Unday bo'lsa kerak. Bizni qiladigan ishimiz Kim bu? Abror akami? Abror aka. Assalomu alaykum. Tinchlikmi akajon? Shaxsan o'zingiz kelibsiz? Bizni kompaniyamiz uylarini sotuvi bilan kim shug'ullanyapti? Mana biz shug'ullanyapmiz aka. Bizni mijozlar bilan kim gaplashyapti? Mana bizni xodimlarimiz gaplashyapti. Aka, biror muammo bo'lsa ayting. O'sha qani qaysi xodimiz? Ko'rsating menga. Mana Pyotr, buyoqqa. Labay. Mana shu bola shug'ullanyapti. Rostdan shumi? Ha? Nima qilib qo'yganingni bilasanmi, uka? Yo'q akajon, tinchlikmi? Aka, biror muammo bo'lsa, men o'zim bartaraf qilaman. Sen nima qilganingni bilasanmi? Yo'q. Rekord yaratding, uka! Bir oyda 30 ta uy sotibsan, uka! Kebul bag'rimga bosib qo'yay. Muborak bo'lsin. Rahmat. Shahzodjon, kompaniyamiz nomidan bir xonalik uyni shunga sovg'a qilyapmiz. Ana, mehnatlaring natijasi bu. Bizni sotuv bo'limimiz hatto bu ishni qila olmadi. Mana shu bir xonalik uy sizga, ukajon. Rahmat akajon. Uka, odamni tashqi ko'rinishiga qarab emas, uning ichki dunyosiga qarab ishga olishni siz menga o'rgatdingiz. Barakalloh aka. Mana shunday ishlashda davom.